Nima deyaptiding? Ya, ko'zingga qaramaysanmi? Onasi aytgan narsalarni olib yana nima kerak deyaptiding? Aka, mana shirlingizdan ham beravering. O'rta 2 minut sabr qilib tur, shuni ayolimga ham olaylik. Biz yurib qolamiz. 5 na ayeling olasan qo'y sen. Do'stim bir shashlik kerakmizda endi. Hozir 1 minut. Shundan 2 ta shashlik qo'yib oling, uyga olaylik. Ayolimga olaylik o'rtoq. Sen shashlikda olib tinchiysan sen. Bes barmoq pushti ketyapti a. Lekin 5 barmoqni mazasiga gap yo'q-a. Ol o'rtoq, ol. Dedi ishni maza qildik, turamizmi? Ketamiz. Ofitsant, bitta porsiya 5 barmoq saboyga iltimos. Jana ayelgami? O'zi bola ne asada ayelni qo'sib oladi. Men buni bilaman. Vechna shunaqa. Men qara. Ayol kishini jab bunaqa erkalab turish kerak emas. Xotin qo'liga o'xshab. Shunaqa degan. Ayolimga ilinib bu narsa olsam nimasi yomon? Bu yo'g'ini ham o'ylash kerak-da. Sanchi kasal bo'lsam necha kun menga qarab o'tira olasan? Ha? Yo, sen naski bilan tursigimgacha yuvib bera olasanmi? Har bir insonning o'zini o'rni bor. Ayollarni ham o'rniga qo'yishni bilish kerak. Biza erkak bo'lib olib kirmasak, kim olib kiradi? Hurmatli erkaklar, o'zini yeyotganida ilinib ayoliga olib kirgan erkaklardan Alloh rozi bo'lsin. Sensizlikka chidolmayman hech